Avvallari biror partiyani a'zosi bo'lganmisiz? 1913-1918 yillarda Yosh Buxoroliklar partiyasining a'zosi bo'lganman. Yosh buxoroliklarning esimda qolgan talablari quyidagilardan iborat bo'lgan. Birinchi, markazda, amir huzurida, joylarda, beklar huzurida xalq vakillari bo'lishi, ma'muriyat yaxshilanishi va xalq vakillari ma'muriyatni nazorat qilib turishi. Ikkinchi, shariy soliqlardan boshqa soliqlar bekor qilinishi. Uchinchi, maktab va matbuot erkinligi. To'rtinchi, amirning mutaassib va reaksion amaldorlardan ba'zilarini almashtirish. Shu yili Yosh Buxoroliklar partiyasini tuzish, uning dasturini ishlab chiqish ustida ish boshlandi. Jadid yangi degan ma'noni anglatadi. Hur fikrli va taraqqiyparvar kishilarning ayrim guruhlardan dastlab Buxoro, Toshkent, Farg'ona va Samarqandda madaniy oqartuv jamiyatlari tarzida bir necha jadid tashkilotlari vujudga keldi. Buxorodagi jadidlarga kelganda shuni aytish kerakki, amirlarning o'rta asrlarga xos istibdodi va Buxorodagi dahshatli siyosiy vaziyatdan norozi bo'lgan bu taraqqiyparvar kishilarning avval hech qanday partiyaviy uyushmasi bo'lmagan. Jadidlar dastlab yangi usuldagi maktablarni ochish, Avropacha ta'lim berish va cheklangan tarzda bo'lsa ham matbuot erkinligi bo'lishi kerak degan talablarni ko'tarib chiqdilar. Bu guruh bora-bora o'sib, ilg'or milliy harakatga aylandi va jadidizm nomi bilan tanildi. Siyosiy faoliyatingiz tufayli qamalganmisiz? 1917-yili Amir hukumati bizlarni o'limga hukm etgan. Rossiyaga qochganman. 1918-yili Dutov hibsga olgan. 4 oy qamoqda yotganman. Keyin Moskvaga qochib borganman. Biz amirni, yirik zamindorlarni yo'q qilishni o'z oldimizga vazifa qilib qo'ygan edik. Biroq bu ish yolg'iz o'zimizni qo'limizdan kelmasdi. Ittifoqchilar ham topildi. Men amirlikka qarshi bolshevik sifatida emas, balki Buxoroni jadidchilik nuqtai nazaridan qayta qurish tarafdori sifatida kurashdim. Lavozimingiz? Buxoro xalq komissarlari kengashining raisi, tashqi ishlar komissari. 1920-1924-yillar Buxoro. So'ngra O'zbekiston xalq komissarlari kengashining raisi. 1925-1937-yillar Samarqand, Toshkent. Fayzulla Xo'jayev O'zbekiston hukumati raisi. U o'z zimmasiga yuklangan mas'uliyatni chuqur idrok etdi. Shuni aytish lozimki, Fayzulla Xo'jayev o'sha o'ta ziddiyatli vaziyat mahsuli zamona rasmiy siyosatiga ham amal qildi. Ammo uning faoliyatida vatani O'zbekiston, o'z xalqiga sadoqat hamisha ustuvor bo'lgan. Yuksak minbarlardan qilgan ma'ruzalarda yurtimiz istiqboli, xalqimizning tinch va osuda hayoti, munavvar va farovon kelajak yo'lidagi mehnat haqida jo'shib so'zladi. Xalq va jamiyat manfaatlari yo'lida mehnat qilgan Fayzulla Xo'jayev respublikaning qator jiddiy muammolarini ham chetlab o'tmadi.